Qarang aka, bu mana bu tumshuqlari. Xo'p, bu ekan 2 kilo, ravna 2 kilo chiqdi. Qorni to'q holida, mana jig'ildoni to'la turibdi. Jig'ildoni o'sha holida 2 kilo chiqdi. Bu aprelning oxirida jo'ja ekan. Mana oyoqlari. Bu oyoqlar to'rtburchak bo'lib turadiganidan mumkin, shunaqa ekan. To'rtburchakroq o'xshaydi ekan. Buni zoti qanday? Mana oyoqlardan ajratsangiz menga tushunmayman-da. Holim yana bilmayman, boyna kechqurun olib keldim. Hozir mana yovvoyi kelib qolgani uchun pisyapti-da. Murabining sidranasini pastiga olib keldim. Qo'shni mahalladan. Nima deysiz, brat?